She'r pozitiv so'kib tashladingiz. Konfliktchi bo'ldi. Kichkina. Ko'rasanlar deysan, kasallik tarqatgansanlar shu narsani. Ha, keyin tomog'ingni taqib, cho'tki gapiradi yasib qo'yaman. Javobmi? Ha? Javobmi? Javob. Deyство bormi? Deystvo bo'ldi. Deystvo bo'lmadi. Men tushunmadim bu narsani o'to'gi. She'r pozitivga qo'ng'iroq qilib, to'y qilyapman, uylanyapman. Lekin ikkita boshlovchiga pul yo'q. O'zingiz kelib, erkak kishi, ayol kishini ovozida gapirib, to'yimni olib borib berishingiz kerak deysiz. Alo, assalomu alaykum Shoh aka. Alaykum assalom. Bu Sherzod bu. Sherzod aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, rahmat. To'yga chaqirmoqchi edim aka sizni. To'yga? Ha, arzon narxida chiqib bera olasizmi? Prank qilayotgan bo'lsangiz, so'kib tashlayman hozir. Voy, qanaqa prank aka? Sizga telefon qilsa hamma prank qilgan bo'ladimi? Ha, men o'zim uylanyapman aka, sigirimga. Siz uylanma bo'lsa, men sizga eshik olib boraman, eshik o'rtadan olib boradi, bo'ladimi? Bo'ladi aka, ashi cho'tki o'rtacha bo'ladi. Bo'ldi. Menga qara, prikolingni boshqasiga qilgan, men seni qochib tashlayman, qayerdasan? O'rtacha men kutubxonadaman aka. Deysiz qila olasizmi? Kallingga.